O'zbekistonda hamda jahonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi oshdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18,11 so'mga ko'tarilib, 12,938,11 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 25,52 so'mga ko'tarilib, 14,076,66 so'mni tashkil etdi. Rubl kursi esa 0,47 so'mga oshib, 149,99 so'mni tashkil etdi. 2024-yilda so'm dollarga nisbatan 4,7% ga qadrsizlangan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.